Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga bitta videoda ikki xil mazali, xushxo'r, tez tayyor bo'luvchi, eng asosiysi kamxarj mavsumiy salat retseptini ko'rsataman. Salatimizga kerakli bo'lgan mahsulotlarni izohlarda yozib qoldiraman. Birinchi bo'lib ishimizni yangi uzilgan rediska va bodringlarni yaxshilab yuvib, aylana shaklda to'g'rab olamiz. Mahsulotlarni to'g'rab olganimizdan so'ng salatimiz yanada mazali va xushxo'r chiqishi uchun 3 dona sarimsoqni qirg'ichdan chiqarib, osh qoshiqda 70% uksus, tuz, murch, achchiq paprika, shakar qo'shib, ustidan qizdirilgan o'simlik yog'ini qo'shib, yaxshilab aralashtirib 10 daqiqaga muzlatishga qo'yib qo'yamiz. Ana endi esa erkaklarga ko'proq yoqadigan, yeganinglarda kayfiyatinglarni ko'tarib, ishtahangizni ochib oladigan rediska marinovkasini ko'rsataman. Rediskalarni videoda ko'rsatilgandek qilib ozgina ezib, bulg'or qalampirni yirik, sarimsoq va qalampirni mayda qilib to'g'rab, bankamizga ketma-ketlikda qalampir, sarimsoq, bulg'or va rediskani solib, ustidan yana shu mahsulotlarni va 4 dona qora murch, 1 osh qoshiq tuz, 1 osh qoshiq 70% uksus, 3 osh qoshiq o'simlik yog'ini solib, bankamizni yopib, yarim soatga muzlatishga qo'yib qo'yamiz. Do'stlar, sizlarga maqtagan ikkala salatim ham tayyor. Salatimizni yoqimli hidi, rangi, ta'mi albatta sizlarni o'ziga muxlis qilib qo'yadi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni unutmanglar. Sizlarga ko'proq qaysi salat yoqdi, kommentariyada yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.